Aka tarvuz beray, olib keting. Tarvuz bormi? Bor. Bor tarvuz, bor. Mana sizga tarvuz. Nech pul? Yo, pulingiz kerak emas. Klient bo'lib qolsangiz bo'ldi. Haligi kechagi bergan tarvuzingiz shirin chiqdi, shunga yana olgan kelgandim. Sizga yomon tarvuz bermayman-ku. Qanaqasidan beray? Zo'rdan beraman. Lekin faqat bu safar pulni beraman. Mayli. Opa, tarvuzchi bola bilan gaplashyapsizmi? Qayerdan bilding? Bildim-de. Kechagi bergan tarvuzim qalay chiqdi? O'zingizga o'xshab shirin chiqdimi? Nima yeyishuvdi bular? Ozgina tarvuz yeyishuvdi. Atroflarni bo'lib qolishdi. Tez больницаga borish kerak. Ha, zo'r chiqdi. Ha, dada, nima qilyapsiz? Ko'rmayapsanmi, tarvuz sotyapman. Yemaymiz-ku shuncha tarvuzni sotaman-da. Qayerga ketyapsan? Men tarvuz olgani? Ha, mayli, yaxshi olib kel. Bu yoqqa. Yaxshi qiz, shirin tarvuzlarimizdan oling. O'zimni tarvuzchim bor. Mana sizga tarvuz. Buni puli kerak emas, faqat klient bo'lib qolsangiz bo'ldi. Voy, rahmat. O tarvuzchi! Voy, bitta klientdan ayrildim-da. Soat 10 bo'ldi. 25 ga kirding. Uyda yotasan, ko'chaga chiqasan. Uyda yotasan, ko'chaga chiqasan. Qachon ish topasan, ey? Hech narsa. Ey, alhamdulillah. Qachon ish topasan sen, ha? Uyda yotasan, tekinxo'r. Agar ish topmasang, mana bu uylantir. Nima qildimmi? Abu, qalaysan? Yaxshimisan? Bo'lam kelgan. Tanaysiz, bu o'rtog'im, bu bo'lam. Buning uchun zo'r qobiliyati bor. Yo'q-a? Do'stim, bitta ko'rsat. Bitta. Turqingni ko'rsamasan buzilyapti, ish topasanmi? Yo'q, ish qilmayman, bo'lishi mumkin emas. Yana bitta ko'ray, pastor bo'lsin. Farqi yo'q. Senga gapiryapman, qachon ish topasan? Yo'q, qanaqasiga shuncha qobiliyat? Qayerdan oldingiz buncha qobiliyatni? Tug'ma qobiliyat. Megar o'g'ling nima ish qilardi seni? Meni o'g'lim bankda ishlayapti, o'zingnikichi. Meniki migrant, Germaniyadan pullar jo'natdi. Ha, yaxshi. Ey, Shodi, seni o'g'ling nima ish qilardi? Sen gapiryapsan, ey. Meni o'g'li direktor, toza havoga. Meni sharmanda qilding o'rtoqlarni. Qachon ishlaysan? Boring, jonimga tegib ketdingiz. Har doim uraverasiz, so'kaverasiz, ishladim. O'zingiz nima qilgansiz? Hamma narsani onam qilgan shu paytgacha. O'zingiz nima qildingiz? Men uyda xotin olgan, mashinani ham xotin olgan. Seni laylak tashab ketganmi? Ukang urushni biladimi? Yetadi. Ko'ramizda yig'lab ketmasin keyin. Uka, men senga ishonaman. Ishonaman senga. Bor. Bitturing bo'ldi, aka. Men sen urushasan. Ha, yo'q. Nima qiling? Bor urush. Ur dedim. Sen birinchi ur. Bitta ur. O'zing ur. Ur. Urushasizlarmi? Ha, bitta ursin, keyin urushaman. Birinchi bu ursin, keyin urushaman. Ur dedim. Ur. Mana, ya, yetdimmi? Yetdim. Ur dedim. Ur dedim. Ur. Bolaqa. Ur. Ne qo'ling chirib olding? Charchadim, Ur. Yuray, urushmaskansan bo'ldi. Yaxshi ham vaqtingga akam kelib qoldi. Bo'lmasa yirtardim, tushundingmi? Yirtardim. Bor, yirtchi. Ur. Ur dedim. Ur. Bitta ur bo'ldi. O'zing ur. Buni o'xshatganga o'xshamayapti. Urushtirish zo'r yo'li bor. Javob urishadi. Bitta ur bo'ldi. Ur dedim. To'xta, men urushmaskan. Qara. Men qaysi katta? Ham bitta tupurchi. Ya! Qancha bo'ladi? Davay.
Ur dedim. Mashinangiz! Ey, bu yog'ini yuvib chiqqanmidi? Dada, mashinamda odam urvardim. O'ldimi? Yo'q, hali ham o'lmadi. Ozroq pul berdim, ketdi. Lekin tushunmayapman-da, yuvinib yursam nega unaqa bo'lyapti? Palakatda endi o'g'lim. Bir kunda qilib beraman aka. Aka salom alaykum. Salom alaykum, aka, yaxshimisiz? Daryo turgan 017 siznikimi urilgan? Ha, meniki. Urilgan? Qanday turgan mashinani kim urishi mumkin? Kallamga sig'mayapti. Nima uchun unaqa palakat bo'lib qoldi? Men har kuni yuvinyapman, sovunlab yuvinyapman. Nimaga, dada? Ha, palakatda endi siqilma endi. Siqilaverasan. Mendan palakat yuvinyapman-ku. Nima uchun? 2 kunda bitadi aka. 2 kun. Men Narsalarni olib qo'ylaring. Aka, rahmat. Mashinani zo'r qilib beribsiz. Bo'pti, kelib turing. Yo'q, kelib turing demang, uloyim kelmang shu ustaxonalarga. Rahmat. Aka, bunga 3 kun vaqt ketadi lekin. Yo, Jo'ra, tushunmayapman-da. Mashinada hech ish qilganim yo'q. Toza yuribman, yuvinib yuribman. Nega palakat bosib qoldim? Vobshe tushunarsiz-da. Ha, senga yordam bo'lsin deb taksi qilib yuribman. Kim bu, jon? Xotinlarga o'g'illar deyman. Yo, vobshe tushunmayapman. Ofisant deyman. Boshimga chiqib aytgan narsang olib kelib berayotgan bo'lsam, jin turishini qara buni. Otang restoranimi bu? Ha, otasini restorani. Xo'jayinning o'g'li. Sani deb ishdan ham haydaldik. Endi ish topish kerak. Seni bilmadim-ku, men topib qo'yganman. Kreditga mashina olaman-da, taksi qilib soqqani qilaman. Zo'r bo'lyapti ekan. O, kreditga aralashma. O, kamida 4 million kredit to'laysan har oyiga. Mashina bo'lsa, o texnika buzilishi bor. Unga o'rtacha 1 millionga ketadi. Tasavvur qil. O'zing yeb icharing, kiyinaman desa, unga 3 millionga ketsa, o 8 million. Bir oyda 8 million topa olasanmi? Nima ishdan haydab yubordi hozir? Yo, bitta brat keldi boya. Aka, onamga go'sht olib borishim kerak. Mol go'shti bering. Qo'y go'shtiga onam davleniyasi bor dedi. Ha, biz mol go'sht sotmaymiz-ku. Bilarkansan nima uchun haydalganingni? Sani deb men ham ishdan ketyapman. Hozir yana ish qidirish kerak. Seni bilmadim-ku, men surishtirdim. Mashina olsam har oy buzilmas ekan. Kreditga mashina olaman-da, taksi qilib soqqani uraman, bo'ldi, tamom. Otni dumi, men senga aytdim o'tgan safar. Kreditga mashina olding deylik. Buzilmagani bilan har oy 4 million kredit to'laysan, tushunyapsanmi? Undan tashqari 3 milliondan o'zingning xarajatlaring bor. Uylanaman deyapsan. Qandaysiga to'laysan shuncha kreditni? Ha, bolalar, nima qildinglar? Shu aytganingizdek motorni klap bilan to'g'rilab cho'tka qilib qo'ydik. Men dvornik almashtirish kerak degandim. Motor demadim-ku. Hey! Motorni men aytdim-ku, jinnimisizlar? O'xsharkansizlar, aka-uka emasmisizlar? Sal adashibsiz. Ikkoving ham ishdan haydaldi. Ha, nima? O'ylanma, Jo'ra, boshqa ish topamiz. Pashalar. Kreditga baribir mashina olsan-a? Ha, bo'pti, taksi qilishim kerak. Onangdimga to'g'ri aytgan ekan. Ketdim, qavarib ketdi. Soching sozima tormidi, qomating qatlamadi. Anam so'rabdi. Pastga tush. Hozir yiqilib mayib bo'lsang, ertaga maktab bora olmaysan. Maktabga bormayman. Ana bo'ldi. Bu ertadan maktabga borsa bo'ladimi? Bemalol maktabga borsa bo'ladi. Oyog'i bilan emas, qo'li bilan yozadi-ku. Meni ustozim oyog'ing bilan yozasan degan. Bar boraman maktabga. Qisar o'ynaymizmi? Nima? Yo, qo'l qisar o'ynaymizmi deyman. Bo'ldi, endi siz navbatingiz.
Qattiqroq qilsang, yosh bola ko'ryapsizmi? Hammasi ukol ekanda. Endi maktabga bormaymanmi? Muncha maktabga borish yomon ko'rasan-a? Bitta spravka qilib beraman, borib jim darsda eshitib o'tirasan, bo'ptimi? Toza jonga tegdingizda borku. Dada, men boksga bormoqchiman. Boksga bormaysan, ayb bo'lasan. Shuning uchun bormoqchiman-da. Bormaysan dedim, narigi qo'lingni qayirib olasan keyin. Balki borib bo'lgandirman. Bababbe. Yana senmi? Shu nima qilsang ham maktabga bormasang-da. Iloji bormi? Iloji bor. Xullas o'g'lingiz kasal, maktabga bora olmaydi. Yomon kasal bo'laman. 10 kun davomida uyda qolib, Ceftriaxon ukolini olish kerak bu. Mayli, ukol bo'lsa ukolda. Ha, doktorga aytay, mana bir 5 kun ukol qiladi. Zato maktabga bormaysan. Orqam patir bo'lib ketdi. Maktabga ketaman. Yozda bo'ying erta bahornikida. Yoningdan o'taman ataylab ate. Dada, bu pampers nimaga? Uyda kechasi daryo toshqin bo'lyapti. Sani dastingdan quruq ko'rpacha qolmadi. Bu pampers taqib uxlaysan. Dada, uyalaman. Va'da beraman, boshqa unaqa bo'lmaydi. Ha, nima bo'ldi yana? Suv to'kilib ketdi. Suvning hidi bor ekan, qandaydir. Kompot to'kilib ketdi-da, dada, kompot. Aka, qarang, kechqurun men siyib qo'yapman-da. Nima qilsam bo'ladi? Dadam menga pampers kiydirmoqchi. Buni yo'li oson-ku. Yotishdan oldin ko'rpaga shuni kilongacha qo'yib yotish kerak, hech narsa hul bo'lmaydi. Ты умный человек, Madina. Bomba bilan, bomba bilan, telefonda gelan. Endi hech narsa hul bo'lmaydi. Ya! Endi gilamga to'kildimi kompoting? Yo, boyagida bu pishagimiz qildi. Birovga tuhmat qilish gunoh. Ko'p aldama, mana buni kiyasan endi. Dada, yana bir martagina imkon bering, oxirgisi. Uje kunduz kuni hammi? Men hammadan surishtirdim. Buni hech qanday uyat joyi yo'q ekan. Sal xijolat bo'lyapman-da. Emanim yoshligim. Men bir o'qimishli, ziyoli professor odam bo'lsam, nega o'g'lim bunaqa bo'ldi? Nega menga bunaqa qarayapsiz? Men ham o'qimishli olima ayol bo'lsam, bilmadim o'g'limiz nega bunaqa. Nimadir g'alati-da. Kuppa kunduz kuni o'g'irlik qilyapti. Yana o'z uyidan. Nimadir g'alati-da. Keling. Sizda gapim bor edi, maylimi uyingizga kirib gaplashib olsak? Mayli-ku, siz kimsiz? Farzandingizni dunyoga keltirgan hamshira bo'laman. To'g'risini aytsam, vijdon azobida qiynalib ketdim. Bundan 20 yil oldin farzandingizni tug'ruqxonada bilmasdan alishtirib qo'yganman. Kechira olsangiz, kechiring meni. Ko'nglim sezgandi. Manzilini bering. Kim bor? Birdan maqsadga o'tsam, bundan qariyb 20 yil oldin anglashilmovchilik bo'lib, raddomda farzandlarimiz alishib qolgan ekan. O'shanga o'g'lingizni olib keldim. Mana g'irt o'zingiz, meni o'g'limni chaqirib bersangiz, insofli, odobli, ziyoli o'g'il. Qani meni farzandim? Kim ekan, dada? Sani haqiqiy o'rtoqdan kelib olib ketgani. Ketaveringlar, men normal yashayapman. Yuring, dada, bo'ldi, biz bilan yashamaysiz. Jonimga tegdingiz, chiqib ketinglar. Ikki dunyo rozi emasman. Iloyo, o'g'lingdan qaytsin. Iloyo, o'g'lingdan qaytsin. Nima ichayapsan? Oddiy suv? Suvmi? Aroq ichib meni tashab kelasanmi deb o'ylabman.
Iloyim, o'g'lingdan qaytsin. O'g'lim, ana senga ortiqchalik qilmayapmanmi? Uyingdan haydab yubormaysanmi meni? Yo'q, dada, nima deganingiz u? Otamsiz-ku meni. Rahmat. Idishlar o'zim yuvib qo'yaman. Dada. Ha, bo'ldi, narsalarni tayyorlab qo'yganman, bolam. Haydama, o'zim ketaman, o'zim chiqib ketaman. Yo'q, nimalar deyapsiz? Telefonim o'chadi, zaryadchim ko'rmadingizmi? Ha, tortmada turibdi. Dori ham bor shoda. Yuring, dada, yuring. Yuring, yo'q. Yo'q, yashamayman siz bilan. Urush bo'lyaptimi? Ajratishga? Yo'q. Birovlashiga aralashma. To'xta bolam, to'xta. Men otamga unaqa qilmaganim, sen ham unaqa qilma bolam. Ya menga bir til qiziq, yashamayman siz bilan. Yuring. Shu qo'shnimizning o'g'li yomon sizga o'xshaydi, dada. Aytdim-ku, birovlashiga aralashma. Iloyim, o'g'lingdan qaytsin. Qaytyapti. Xayrli tong. Ertalabgacha qidirib chiqdim. Ariqda yotibsiz, katta odam. Uyalmaysizmi? Qizimizga sovchilar kelyapti. Meni o'ylamasangiz ham qizimizni baxtini o'ylang. Bo'ldi, qizimiz uchun ichmayman boshqa. Kiyim ber endi. Yaxshimisan? Jo'ra, ich. Yo'q, ichmayman. Uka, menga bitta choy ber, bor. Ha, choynakka olib kelyapsizmi? Yo'q, oddiy qora choy ber. Bo'ldi. Tez yordam chaqirib yuboringlar. Nima ichmayapsan shunda? Qizimni bo'yi yetib qoldi. Uyga sovchilar kelyapti ekan. Bo'ldi, ichishni tashadim. Yo'q, Sovchi kelmadimi? Yo'q. Alkash, alkash. Ichmaganmidingiz? Keldimi sovchi? Yo'q. Ko'tarsa o'ladimi bu degan? Dadasi? O dadasi. Men sizni bilaman, qanday chaqirishdi? Spirtada chiqdimi? Sovchi keldimi? Yo'q. Kelsa aytaman. Aniq shu uymikan? Bilmasam, ana amakidan so'rab ko'raylikchi. Voy amaki, Shodiyor aka uyshumi, sovchilikka kelgandik. Sovchi. Ha, shu uy shu. Rahmat. Nima? Kirsanglar ham qizni dadasini so'ramanglar. Sizlar ham ichgan kuni kelibsizlarda. Qanday chiqamaylar?